Avvalambor assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun 2026-yil 19-iyun sanasida yana o'sha Ahmboboyevdagi obyektdamiz. Xudo xolasa mana betonlarimiz kuyib, endi oxirgi regl jarayoniga keldik. Ya'ni reglimizni xudo xolasa mana asoslarimiz kelgan. Ertalabdan betonni kuyishni boshlaymiz. Xudo xolasa pastdagi betonlarimiz o'ta silliq chiqqan, chunki alyuminiy palapkada kuyib oldik. Yana qirralari ham hamma joy-joyida chiqqan. Reglimizga xudo xolasa mana armaturalarni so'qib, asosiy beton karabkasi beton kuyganimiz uchun bu yerga 6 tali 7 tali qilib 16 likdan to'qib oldik. Mana xudo xolasa 16 lik armaturalardan hammasini to'qib chiroyli qilib olganmiz. Asosiy osmalarga esa 8 tali qilib chiroyli to'qib olganmiz. Mana 16 lik armaturalarimizni chiroyli to'qib, kolonnalarimizni ham 4 tali 16 likdan qo'yganmiz. Ishlarimiz mana xudo xolasa podvallar ishladik. Chiroyli qilib tekis holatda mana ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol ichki betonlarimizni mana ko'rib turibsizlar. Juda ham silliq chiqqan. Mana betonimiz keldi. Xudo xolasa 200 markadagi betonimizni mana shu nimamizlarga kuyib olamiz podvalimizni. Regliga turbalarni qo'yib olganmiz. Mana har bitta xonamizda bittadan turba, kerak bo'lsa ikkitadan turbalari bor. Agar shunday xizmatlar kerak bo'lsa, uy qurish farqi yo'q. Qurilish sohasida bu ishlar bo'lsa, xohlasa o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Nomerimizda pastlarda qoldiramiz. Yana takrorlab qo'yaman. 97 lik kodi bilan 555 66 91 raqamiga telefon qilsalar, xudo xolasa o'zimizga bog'lanasizlar. Shunday xizmatlar bo'lsa, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Sizlarga ham shunday uylar qurish nasib qilsin. Allohim baraka qiladi. Hamma e'tiborlaringiz uchun rahmat. Doim salomat bo'linglar. Telefon qilaverasizlar.